Hammaga salom. O'tgan yili avgust oylarida italiyalik ikkita do'stimiz turistlar ovulimizga tashrif buyurib qonib qolishgan edi. Bu video o'tgan yili yoz oyida tasvirga olingan. Hozir shularda sizlar italiyalik do'stlarimiz Italiyaning milliy taomi risotto ovqatini bizlarga tayyorlab ko'rsatdi va Italiya milliy taomlarining 100dan birini bizlarga qanday tayyorlanishi va qanday masalliqlar solinishini bir chetdan ko'rsatib o'tdilar. Yekudam Italiyaning Yek shaharidan tashrif buyurgan, yo'llarim Mang'it shaharidan Xorazm viloyati, Urganch va Xiva shaharlarına yo'naltirib, kunini 80-90 uzog'i 100 km masofa bosib o'tadi. Bular ham xuddi Georgiyaga o'xshab o'ylikda yuribdi. Kechqurun tunab qolish uchun har qasında 15 kilolik chodirlari, ya'ni chertaklari bor. Valisida 7-15 km bosib o'tgan. Menga obuna bo'ling, like bosing, kommentariya qiling. Keyingi videolar undan ham zo'r chiqadi.